Assalomu alaykum, qanday qo'limin omonatchlari. Mana bugungi video reportajimiz bu o'zimni eski 40 sutuli joyimdan malinalarimizni reportaji bo'ladi. Bu joyni men hali ko'rsatmadim. Sababi bu yerda ancha tozalash ishlari ketayotgan edi. Hali ham ketyapti. Aytib bermaysizlar, endi san mana qisqartirib yotibdi. Xo'p. Bu maqsadim sizlarga misr ko'rsatishdan emas. Maqsadim men o'tgan yilgi bo'lib ketgan malinalarimizdan parcha ko'rsatmoqchiman. O'tgan yili ekilgan. Bu yoqqa 4 mingta tub malina ko'chatlarimiz ekilgan edi o'tgan yili. Mana bu safarga ularni ko'payib ketganligi holati. Mana ko'rib turganingizdek malina zo'r ketgan. Amazonka bo'lib ketgan. Malinalarimiz juda ko'payib ketgan mana. O'tgan yilga 4 mingta tub ko'chat ekilganda, shu bolalab ketgandi. Yana bitta narsani eslatib qo'ying. O'tgan yil shu joyimizga, shu 40 sutli joyimizga 4 mingta ko'chat ketgan edi. Va yetmaganiga shu 4 mingta ko'chatni biz qazib olib, tashqarida oldingi videolarimizda tashqarida 1 gektar joyimizga ko'chirgandik, ekkandik. 4 mingta ko'chatni pashti 10 mingta ko'chat qilib olib chiqqandik. Mana bu safarga 4 mingta ko'chat bo'tdi. Menimcha 50 mingtadan oshiq ko'chatlarimiz bor. Mana ko'rib turganingizdek. Mana shu bitta ratning o'zida 1000 tadan oshiq ko'chat chiqadi. Mana shu bitta rat. Bundoq ketgan o'zi 1000 tadan oshiq ko'chat chiqadi. Qanaqa malina sizlarga barakali meva ekanini men sizlarga bugun tushuntirib o'tmoqchiman. Bugungi videomda. Mana ko'rib turganingizdek malinalar tiqilib yotibdi, Xudoga shukr. Allohim bir beraman desa beraverar ekan. Mana malinalarimiz bu o'tgan yil hammasi. Mana malina ko'chatlarimiz juda a'lo darajada, Xudoga shukr. Ko'z tegmasa, juda a'lo darajada. Bunga endi Xudo qolsa ertaga filtrlarimizni sotib olganimizdan keyin bunga bularga men silitra, gummi va ammoniy sulfat oziqalarni bermoqchiman, Xudo xolasa. Mana qaranglar, changal zor bo'lib ketgan bor-ku, malina zorimiz. Malina Xudoga shukr, Allohimga behisob shukr. Malinalar ketib uzilmayapti. Hali ham bizga tozalash ishlari ketyapti. Endi men sizlarga bitta joy ko'rsatmayman. Men hamma joy aylanib ko'rsataman. Bu vaqtingiz bo'lsa, maza qilib bemalol ko'ringlar. Videolardan bahramand bo'linglar. Bu video men maqsadim shu uchun emas, yo boshqa narsa uchun emas. Bu video shunchaki O'zbekistondan Rossiyaga ketib, bu joylarga borib pul topib yuradiganlarga mana O'zbekistonga ketmasdan, undan ko'ra mana malina ko'chati olib, O'zbekistonda o'zida yaxshigina daromad ko'rsa bo'ladi. Mana malina ko'chatlarimizni ko'ring. Oldingi videolarni ham bitta ko'rib chiqinglar. Yaxshi anaqa boshdan noldan ekilgan videolarimiz bor. 2024-yil mana shu 7-aprelda ekilgan videolarimiz bor. Malinani ko'rasizlarmi? Qanaqa darajada ko'payib ketgan. Mana shu ratni o'zida Allohona manjur 10 mingta malinamiz chiqadi. Mana shu ratni o'zida. Juda ko'p malinalarimiz, Xudoga shukr. O'tgan yili shu joyga 4 mingta ko'chat malina ekilgandi, Delni va Nabli. Mana Allohimga behisob shukr, bu safar Allohimni bizga 100 barobar qilib qaytaryapti desam bo'ladi. Mana malinalarimiz ko'ringlar. Menimcha men hadeb sizlarga gapirib boshdan ortgandan ko'ra maza sizlarga videolarni qo'yib berib, malinalar qanaqa ketayotgan holatini ko'rsatsam yaxshiroq bo'ladi. Endi kelganda malina haqida ham qisqacha aytib o'tib ketaman. Bu malinamiz Delni va sorti bo'ladi. Delni va shu mana malina zo'r bo'lib ketgan. Men sizlarga bundan keyincha obzor qilib o'taman, videolarni ko'rsatib o'taman. Aytib bermaysizlar, endi joyimizda ozgincha kir. Men tan olaman, bu joyimizda juda ko'p o't o'sadi. Va ko'p energiyamiz shu o't bilan kurashishga ketadi. Yerimiz yaxshi bo'lgani uchun o't o'sadi. Yerimiz yaxshi bo'lgani uchun mana shunaqa malinalarimiz juda ham ko'p bo'ladi. Hammasining o'zining sabablari bor. Mana malina zo'r.
bir xil o'ylash mumkin. Mana bu eng orqa taraflarimiz mana o'zi boya gapim chala qolib ketib qoldi. Shuncha uzun shu qoldi. Mana bir xil o'ylash mumkin. Malinalar faqatgina shu eng zo'r joylarni ko'rsatyapti o'ylash mumkin. Yo'q, mana eng oxirgi joyimizni ham ko'rsatib o'taman. Qanaqa malina bo'lganini. Bu taraflar, to'g'ri orqa taraflar sal kamroq. Negadir. Lekin qo'ldan kelgancha hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Shu yerda ham kamroq o'tgan joyimda ham aynan shuncha malinalar chiqib kelyapti. Ko'rib turganingizdek. Malinalar gullash arafasida bo'lib turibdi. O'ta chiroyli narada mana malinalarimiz ketmoqda. Malina. Eslatib o'tamiz, bu malinamiz Denliva sorti. Denliva nomli malina. Mana ko'rib turgandek Amazonga o'xshab o'sib ketgan. Ko'chatlarimiz juda ko'p. Joyimizni polni granantir chiqsam ham 1 soatdan shu video olib chiqib ketadi. Sizlarga ko'rsatishim uchun. Buni deyarli barchalar ham 1 soatdan shu bo'lgan videolarni ko'ra olmaysizlar. Shuning uchun qo'ldan kelgancha qisqa qilib 10 minutdan oshmagan darajada videolar qilib sizlarga ko'rsatib ketaman. Mana malinalarimiz. Buni o'tini aytmaganda, bu yerimizdan o'tini aytmaganda qolgan hamma narsasi xudoga shukr zo'r. Ko'rib turganingizdek. Ustlari yopilgan. Bu teplitsa emas aytgancha. Bu eski teplitsaning joyi qilingan. Daryo joyimizni ochuvdalar. Shpionerlarga qilingan. Yo'llarni ham xudo xolasa shpionerlar chiroyli qilaman. Xudo xolasa nasib qilsa. Kanalimizni yo'qotib qo'ymasdan har doim kuzatib borsanglar, sizlarga zo'r videolarni ko'rsatib o'taman. Malinalar. Xudo xolasa 1 oydan keyin bu joyimizda hosillarni olishlarni boshlaymiz. Shu erta yoz, kechki qishlarga, erta yoz, kechki erta yoz, kechki bahorlarga xudo xolasa malinalarni ko'chatlardan olishlarni, hosillarni olishlarni boshlaymiz. Uzr, tilim sal aylanmay qolyapti. Mana issiqda odam yomon charchatib qo'yapti. Mana qarang, malinalar o'z mana bu yoqqa ekilgan. Lekin shunga qaramasdan mana bu yoqda ham malinalar chiqyapti. Tomir qaqib ketsa, shu yerda malina chiqaverar ekanda. Bu ham bir beozorgina o'simlik ekan. Ko'rasizlar? Amazonka bo'lyapti. Changalzor. Xudo xolasa bo'tdi. Bir oydan keyin yana bitta video qo'yaman. Umuman tanimaysizlar. Mana bugun 24-aprel 2025-yil. Xudo xolasa ro'pparasi 1 oydan keyin video qo'yaman. Bu sizlar umuman tanimaydigan darajada ko'rasizlar. Rostdan Ibrohimjon, bu sizni joyingizmi? Deb qolgan darajada bo'lasizlar. Men sizlarga xudo xolasa haftasiga keyin qo'ldan kelgancha 2-3 talab video qilib beraman. Xudo xolasa endi mehnatimni qadrlaysizlar degan umiddaman. Mehnatimni qadrlab, nima savolingiz bo'lsa kommentda qoldirsanglar yoki shu pastda telefon nomerlarimni qoldiraman. Shu telefon nomerlariga aloqaga chiqsanglar, qo'ldan kelgancha hamma savollarga javob berishga harakat qilaman. Malinalarimiz o'ta go'zal. Xudoga shukr. Hali bu hammasi tozalanib bo'linmagan o'tlarimizni ham yo'ldan ancha tozalash ishlari ketyapti.
O'zinglar bilasizlar, o'zimiz bunday katta joyi eplash. O'rinlarda dehqonlar bo'lsa, bu narsani yaxshi tushunishadi. O't bilan kurashish qanchalik qiyinligini. Malinazor. Endi bu yo'q malinazor emas, changalzor olsam ham bo'laveradi. Xudo hozir bir oylardan keyin mana shularni sizlar tanimay qolgan darajada bo'lasizlar. Mana 24-aprel 2025-yilgi holat. Malinalarimiz denli sortli malina. Savolinglar bo'lsa, kommentlarda yoki ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilsanglar, sizlarga qo'ldan kelgan savollarga javob beraman. Bularning ko'chatlarida keladigan bo'lsa, ko'chatlari xudo xolisa noyabrda sotuvga chiqishni boshlaydi. Hozirgi paytda bularning ko'chati sotuvda yo'q. Hammasi sotilib bo'lindi. Ulgurganlar qoldi. Ulgurmaganlar xudo xolisa noyabrdan yana bizga aloqaga chiqsanglar, ko'chatlarimizni sizlarga chiroyli narxda qilib beramiz. Ha, aytgancha, agar kimda-kim ko'chatga oldindan pulini to'lab qo'ysa, xudo xolisa juda katta skidkalar beramiz o'sha odamlarga. Albatta ko'chatda oldindan pulini, masalan, shu iyullardanmi xudo xolisa ko'chatlarga zakatlar olishlarni boshlaymiz, uzoq sentyabrgacha. Ko'chatlarga zaklat berib qo'ysanglar, biz sizlarga misli ko'rmagan normalniy skidkalar beramiz. Masalan, hozir paytda 35 ming so'm narxi bo'ladigan bo'lsa, xudo xolisa chiroyli, yaxshi, zo'r summalarga tushib beramiz. Albatta biz 10-15 dan nazar tutmaymiz. Kamida shu 1000 ta, 2000 ta, 5000 ta oladigan odamlarga xudo xolisa normalniy ko'chatdan skidkalar beramiz. Skidkalar qilib chiroyli narxlarda qo'yib beramiz. 35 ming deganim bilan to'g'ri, 35 ming so'm bu 10 ta, 15 ta, 20 tacha oladigan odamlarga mana 35 ming so'mda. Lekin juda ko'p miqdorda kolleksiyada oladigan odamlarimizga o'zimizdan special, ya'ni maxsus mijozlarimiz uchun juda chiroyli narxda qilib beramiz. Xudo xolisa ko'chatlarimizni biz ham odamimiz chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hozirgi kunda bu malinalarning narxi bozorlarda eng minimumi o'zimiz sotganimiz, quyi suyuq olib ketgani 100 ming so'mdan sotilgan malinalar. Bular qulupnayda keladigan malinalar. Agar o'tgan yilgi videolarimizni ko'rmagan bo'lsangiz, profilimizga shuni kiringlar. O'tgan yilgi malinalarimizning chiroyli videolari qilingan, xuddi mana shu joyda qilingan videolari. Hech narsa o'zgarmagan. Mana shu joyda qilingan videolari bor, ko'rsanglar bo'ladi. Lekin bitta narsani aytib qo'yay sizlarga, aytgancha videoni tugatmasanglar. Biz o'tgan videolarni ko'rganingizda sizlarda baland edi-yu, 3 metrga chiqib ketganlari bor-ku, 3 metrliklari bor, 2 metrliklari bor-ku, eng kam 1 yillar bor-ku desanglar bo'ladi. Lekin biz uni har yili tegidan kesamiz. Tegidan trap kesamiz. Chunki bular remontantning sort. Mana ko'rgan bo'lsanglar, axlatlar yozibdi, o'tgan yil kesilganlari. Buni tegidan kesiladi. Har yili tegidan kesiladi. Bular remontantning sort. Bular mesniy malina emas. Eslab qolinglar, iltimos. Mesniy malina bilan buni adashtirib yurmanglar. Va mesniy malina degan bizaniki parniy emas, oddiy ochuv joy. Bu setkalar anaqa bo'lgan. Bu o'tgan bir ishlatilmagan parniy joyi biz arendaga olib yurg'izamiz. Ishlatilmagan parniy. Mana bu yo'q parniy. Bu yo'q oddiy ochuv joy. Mana hech qanaqa turba anaqa istalgan joylarimiz ham yo'q. O'shalarni iltimos e'tibor bilan ahamiyat berib ko'rishlarni so'rab qo'ygan bo'lardim. Parniyga qilish kerakmi deb qoladigan odamlarga yo'q, bu parniy emas. Yana profilim kirsanglar, ochuv dalaga qilingan videolarim bor. Ochuv joyga videolar qilingan. Ochuv joyga qilingan videolarim bor. Mana shu malinalarimiz. Xo'p, bugungi videomiz ham ancha cho'zilib ketdi. Shu yoqqacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga kattakon rahmat. Kimga malina bo'yicha maslahatmi, bu narsaga kerak bo'lgan bo'lsa, komment yozib qoldiringlar yoki 97 899 40 40 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Pastda telefon nomerlaringizni ham qoldiraman. Shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Sizlarga ko'chatdan ham, uni mahsulotlaridan ham xudo xohlasa yetkazib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Ibrohim bo'ldi. Kuningiz yaxshi o'tsin.